Xo'p, jinsiy xohish yosh o'tgandan keyin pasayib borishini biz ikkiga bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Bittasi fiziologik deymiz, bittasini patologik deymiz. Agar pornoni ko'p ko'rilgan bo'lsa ham, porno ko'rishdan tiyilish boshlangan bo'lsa, erkaklik kuchi qaytadi. Erkaklik kuchi kamaygan bo'lsa, yashash tarzi noto'g'ri bo'lsa, yashash tarzini to'g'rilashda o'zigina yetarli bo'lishi mumkin. Aka, erkaklik kuchim pasaygan, nima qilay endi? Erkaklik kuchi pasayib ketganiga birinchi sababni topish kerak-da. Bitta erkaklik kuchi pasayib ketdi, nima qilay bilan ish bitmaydi. Uni yashash tarzi to'g'rimi, uyqu rejimi to'g'rimi, zararli odatlar hayotida bormi, yo'qmi? Shu jihatlarda tushunish kerak, bilish kerak. Agar bu tomonlama muammolar bo'lmasa, albatta bu yerda tibbiy sabablar bormi, yo'qmi? Gormonlarda pasayishlar yo'qmi? Erkaklik gormoni pasaymaganmi, yo'qmi? Yoki erkaklik gormoni bilan ayollik gormoni ham bor-da, estradiol degan. Shularning nisbati buzilgan holat bormi, yo'qmi? Shunga o'xshagan holatlarda yoki ishdagi holatlar, stresslar qanaqa? Ishi asabiylik talab etadimi yoki ko'p energiya ovoradimi? Albatta ko'p energiya ishda ketsa, erkaklik kuchi, ya'ni jinsiy quvvat demoqchi bo'lyapti bu yerda. Jinsiy quvvat albatta pasayish bo'ladi. Universal bo'lgan narsa yo'q. Hamma shu universal nimani izlaydi, davo choralarini izlaydi. Bu yerda aynan sababdan kelib chiqib harakat qilinadi. Erkaklik kuchi kamaygan bo'lsa, yashash tarzi noto'g'ri bo'lsa, yashash tarzini to'g'rilashda o'zigina yetarli bo'lishi mumkin. Erkak sifatida normal holatda qancha vaqtda tibbiy ko'rikdan o'tib turishim kerak? Buni check-up deyiladi. O'sha mashhur termin bo'lib ketdi oxirgi vaqtlar. Haqiqatan erkaklar o'zini salomatligiga o'sha e'tibor berishni boshlayapti bizning davlatimizda ham. Endi kamida biz aytamiz, 1 yilda bir marta maxsus tekshiruvlar va urolog ko'rigida, urolog maslahati bilan o'tib turish talab etiladi. Erkak kishini hech narsa bezovta qilmasa ham, albatta qanaqadir kasalliklar bo'lsa, unda bir martadan ham ko'p murojaat qilishga to'g'ri keladi. Hech qanday dori ichmay turib, tabiiy yo'l bilan kuchaytirsa bo'ladimi erkakligimni? Hech qanday dori ichmasdan turib, tabiiy kuchaytirish da buni imkoni bor. Birinchi navbatda uyqu rejimini to'g'rilash. Ikkinchi navbatda to'g'ri ratsional ovqatlanish tartibini yo'lga qo'yish. Ovqatlanish tartibida ham qanaqa bo'lishi kerak deyilsa, 3 mahal ovqatlanish tartibi emas, 5 mahalga o'tsa bo'ladi. Qisqa vaqt ichida oz miqdorda va yeydigan ozuqalar sifatli ozuqalar bo'lishi kerak bo'ladi. Vitaminga boy, meva-chevalik, sabzavotlik narsalar, sut mahsulotlari, yogurt ko'p, tvorog, smetana, sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, qizil go'sht, dengiz mahsulotlari. Endi bizda dengiz mahsulotlari kamyob. Rang-baranglik, mana baliq mahsulotlari, parranda mahsulotlari, rang-baranglik bilan ozuqalarimizni qilib borsak, sekin-asta biz haqiqatan ham to'yinayotganimiz o'zimiz his qilamiz. Erkaklik quvvat, nafaqat erkaklik quvvat, umuman hayotiy tonusimiz ham yaxshilanib borayotganini his qilishni boshlaymiz. Keyingi narsa sport. Bu muhim narsa hisoblanadi, muhim komponent hisoblanadi. Regular sport. Hatyabi bir haftada 3-4 soatlik vaqt yo'q odamlar uchun aytyapman. 3-4 soatlik sport rejimi. Bu degani kun ora bo'lsa ham 1 soatdan trenirovka, yurish, yugurish, ot minish, mana shunday erkaklik sportlaridan foydalanish, suzish bo'lishi mumkin, yoki fitness zallarga chiqish bo'lishi mumkin, yakka kurashlar bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin. Hatto 3-4 soat bir haftada shug'ullansa, bu maqsadga muvofiq. Yoki unga vaqt bo'lmasa, uy sharoitida qiladigan mashqlar bor. Shulardan foydalansa ham bo'ladi. Doimiy ko'tarinki, yuqori kayfiyatda yurishga harakat qilish. Bu ham doim pozitiv fikrlash, pozitivlik odamni o'zini baxtli his qilishini ta'minlaydi va atrofdagilarga ham yaxshi energetika berishni boshlaydi. Atrofdagilar ham bu odamdan, jamiyatdagilar ham xursand bo'lsa, odam o'zidan aniqish hissi bo'ladi. Haligi qoniqish hissi bo'ladi. Keyingi masala, agar jinsiy hayotda yashayotgan bo'lsa, jinsiy hayotda regular saqlash.
ya'ni regularlikni saqlash. Kunora doimiy jinsiy aloqasi bo'lsa, bu ham sportning bir turi hisoblanadi. Mana shu komponentlarda agar biz chiroyli qilib borsak, tartibli qilib borsak, albatta biz ya'ni tonusdagi erkak bo'lamiz. Yoshim 35 da, so'nggi paytlarda jinsiy xohishim pasayib boryapti. Bu normal holatmi? Ikkinchisi, erkak kishida necha yoshdan keyin jinsiy xohish pasayishni boshlanadi deb so'radim. Xo'p, jinsiy xohish yosh o'tgandan keyin pasayib borishini biz ikkiga bo'lsak to'g'ri bo'ladi. Bittasi fiziologik deymiz, bittasini patologik deymiz. Fiziologik degani normal holatda ham bo'lishi mumkin. Har xil kayfiyat davrlarida bo'lishi mumkin xohish pasayishi. Kimdir yaqinni o'tib qolgan bo'lsa, katta qarzga botib qolgan bo'lsa, hayotiy mana holatlar ham jinsiy xohishni pasayishga olib kelishi mumkin. Albatta bitta kasallik bo'lishi shart emas-da, yoki munosabatlardagi buzilishlar yoki noregulyar jinsiy aloqa uzoq vaqt misol uchun safarda bo'lganligi. Ko'pchilik bizda Rossiyaga ketadi, 1 yil, 2 yilda keladi. Qandaydir jinsiy xohish pasayib, o'zi pasayib boraveradi-da, o'zi qilmasa odam sekin unutib boraveradi shu funksiyasini. Shuning uchun doim dinimizda ham, muqaddas dinimizda ham aytilgan, 3 oy 4 oydan uzoq muddatga ketmaslik kerak yoki ketadigan bo'lsa olib ketish kerak. Ayolni olib ketish kerak. Ikkinchi guruhni biz patologik desak bo'ladi. Patologik aynan qaysidir holatlarda aytganimizdek erkaklik gormon testosteronni kamayishini evaziga bo'lishi mumkin. Gipogonadizm deydi bu narsani. Yoki prolaktin degan gormon ko'tarilib ketishi. Bu ham jinsiy xohishni, libidoni pasaytiradi. Yoki estrogenning ko'payishi. Bu ham libidoni tushirib yuboradi. Tana oshiqcha vazn olish, teri osti yoq qavatini qalin bo'lishida leptin degan gormon ishlashni boshlaydi. Leptin bu kontrtestosteronoviy gormon hisoblanadi. Testosteronga qarshi ishlaydi. Bu ham demak jinsiy maylni pasayishga olib keladi. Yoki testosteron bu retseptorlar bilan, androgen retseptorlar bilan bog'lanishi kerak. Semiz, oshiqcha vazni bor odamlarda mana shu androgen retseptorlar o'lib boradi, atrofiya bo'lib boradi. Demak, bunda ham jinsiy xohishning pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Har xil psixologik holatlar, psixologik, ya'ni depressiya deymiz kasalligi, depressiyalarda ham albatta apatiyalarda jinsiy xohishning pasayishi yuzaga kelishi mumkin. Yoki urologik kasalliklar yoki yaqinda o'tkazilgan murakkab operatsiyalar, bularda ham albatta roli bor. Endi har bitta odamning individual to'g'rilab borish kerak. Qanday vitaminlar ichsam erkaklik kuchim oshadi? Bu yerda vitaminlar juda ham ko'p, haqiqatan ham. Vitamin, mikroelement, antioksidantlar desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. E vitamini, selen, rux, L-karnitin, L-arginin, koenzim Q10, alfa-lipoilovoy kislota, omega 3, mana shunday komponentlar, mikroelementlar, antioksidantlar yetarli bo'lishi muhim rol tutadi. Ya'ni bu narsalarning yoki yana muhim narsa qolib ketdi, vitamin D ham. Bu narsalarning defitsitligi erkaklik quvvatini, umuman hayotiy quvvatimizni tushiradi. Ayollarda ham ayollik quvvatini tushiradi, to'g'ri aytsak. Pornoni ko'p ko'rganman aka. Endi kuchim yo'q. Qayta tiklanadimi? Agar pornoni ko'p ko'rilgan bo'lsa ham, porno ko'rishdan tiyilish boshlangan bo'lsa, erkaklik kuchi qaytadi. Agar porno ko'rish oqibatida jinsiy a'zoda, jinsiy olatda organik to'qimalardagi o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, demak bunda qo'shimcha urolog, androlog shug'ullanishi kerak bo'lgan jihatlar albatta bor. Stress, asab yoki uyqusizlik erkaklikka ta'sir qiladimi? 100% ta'sir qiladi. Agar siz erkaklik quvvatingizni tabiiy yo'llar bilan ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz, albatta bizni sahifamizga obuna bo'ling. Biz sizga bu to'g'risida muhim bo'lgan yangiliklarni yoritib boramiz.